o'tirdilar xomingni. Fatahan muxolifalariga omingda kulib turgan, gaplashib turgan. Butun umr bebaraka, baxtsiz bo'lib tilaytarkan. Ana endi hech ikkilamasdan bir o'tirdilar xomingni. Ko'taring bilagingizni, yaratgan egan bersin tilagimizni. Hamakkada Muhammad, Turkistonda Hoji Ahmad. Ilohomin, amin deganni ham yetti pushtiga rahmat. Mana maraka maydon, marakamizda mard bor, saxiy bor. To'y talab bor, farzand talab bor. Norasida go'daklar bor. Shu marakani yetti burchagida, yetti avlodi mardi saxiydan uyiga mehmon kirib borsa, ikkita non qo'yib, bir chona choy qo'ygan marddan saxiydan. O'yinimni ko'rib ixlos qilgan, havas qilgandan so'radim. Ko'rganim halol bo'lsin degandan so'radim. Polis bo'lmasa ham dorimizni tagiga 7 qadam bosib chiqib. Polvon, seni o'rgatgan ustozingga-yu, boqib voyaga yetkazgan ota-onangga rahmat deganmi? Urug' avlodi bo'lsa ham ko'rmasin mard xalqim, amin. Allohu akbar.